Biz Amudaryoga qurilgan yagona gidroelektrostansiya direktori Davron Safoyev bilan suhbatlashamiz. Davron aka, shu GRESning kechagi kuni va buguni haqida gapirib bering. Yomon gidroelektr stansiyasi qurilishi asosan 69-70 yillarda boshlanib, uning birinchi agregati 83-yil ishga tushdi. 83-yildan beri hozirgi davrgacha gidroelektr stansiya 4 milliard kilovatt-chas elektrdan ko'p tok ishlab berdi. Hozirgi kunda agregatimiz hamma agregatlari soz ishlab turibdi. 6 agregat hozir ishlab turibdi. Suvning kelishiga qarab uning quvvati o'zgarib turadi asosan. Shu bu yil ham Taxiatosh energiya sistemasida GRESning katta avariya davrida bizning GESimiz juda katta Xorazm oblasti, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Tashrot oblastlariga tok yetishtirishda katta rol o'ynadi. Biz shuni o'zlik tok yetishtirishda bizning kollektivimiz kecha kunduz juda ishlab shuni ta'minlab turdik. Bizning yana Ko'mon gidroelektr stansiyasini quvvatini oshirish maqsadlarimiz bor. Bizning yana chap qurg'oq va o'ng qurg'oqdan oqib o'tayotgan kanallardan o'tayotgan suv tok ishlab chiqarishda asosan qatnashmaydi. Shuning uchun bu suvdan foydalanish maqsadida yaqinda Leningrad Energoprom tashkiloti bilan do'g'irlashib, shu ikkala qirg'oqqa yana doполнительный yordam agregatlar qo'yishni do'g'irlashganmiz. Ular hozir loyihalash, texnika ekonomik proyektlarni loyihalash bilan ishlayaptilar. Tez kelajakda shu proyektlar tayyor bo'lsa, shularni ko'rib, shu qurilishni qilmoqchimiz. Bu yana bizning Xorazm oblasti shu atroflarga arzon elektr energiyaning yana 25 ming kilovatt-chas elektr energiyasini berishga muvaffaq bo'lamiz. Yaşlı bir nur tapkendim uygadım han Açlar ifade Özge çulyan savgan Kimler için can kalem Boş geçen savdanı Etkiliyim melek Ey hayırlar kalbinden Mihir gitti bir derek Mihir koygenin kol Azzağı Ey hayrullah kalbinden Mihir gitti bir derek Mihir koygenin kol Azzağı Bizning navbatdagi manzilimiz Pitnak bo'ldi. Pitnak xalqi o'ziga xos etnik guruhni tashkil qiladi. Shuni aytib o'tish kerakki, Pitnakda arablarning ta'siri juda katta bo'lgan. Xorazmni istilo qilgan lashkarboshi Qutayba ibn Muslim askarlari bilan kelgan Abul Mujon degan avliyoning qabri ham Pitnakdadir. Ko'pchilik mahallalar laqabi ham arablar deb yuritiladi. Pitnak o'zining mashhur ustalari, san'atkorlari va palvonlari bilan ham mashhurdir. Jumladan Xivadagi qator qasrlarni pitnaklik ustalar, aytaylik usta palvon qurgan. Hali yuqorida aytib o'tganimizdek, Pitnak xalqi o'ziga xos etnik guruhni tashkil qiladi. Ularning urf-odatlari Xorazmdagi boshqa joylardan keskin farq etadi. Ayniqsa Pitnak ayollarining o'ziga xos lachaklari arablarning Tuareg qabilalarini eslatib turadi.
Xorazmning qadimgi xalq tabobati dunyoda juda mashhur bo'lgan. Bizga ma'lumki, Xorazmda ayniqsa Al-Ma'mun davrida akademiya ishlab turgan vaqtida tabobat juda rivojlangan. Hatto mashhur tabib va alloma Abu Ali ibn Sino o'zining tibbiy asarlarini Ma'mun akademiyasida ishlab turgan vaqtida 1004-yildan 1017-yilgacha yaratgan. Eng mashhur Qonun al-Tib qonunlari asari ham qadimgi Gurganchda yaratilgan. Mana shunday dunyoga mashhur tabiblarni yaratgan Xorazm zaminida 12 jilddan iborat Zaxirai Xorazmshohiy tibbiy asarini yaratgan Ismoil Jurjoniy ham Gurganchda ijod qilgan. Bugun biz hikoya yuritayotgan Hazorasib zaminida ham juda mashhur tabiblar bo'lgan. Ana shulardan eng mashhuri Karvakda tug'ilib o'sgan Ja'far Muhammad al-Karvaki al-Hazorasbi tibbiyot olamida juda mashhur bo'lgan. Bizgacha uning asarlari yetib kelgan. Ulardan eng mashhuri Ilojul Amroz asari, ya'ni kasalliklar va ularga davo qilish usullari degan asari hozirgi kunda ko'pchilik tabiblarimiz qo'lida, shuningdek Toshkentdagi sharqshunoslik ilmgohlarida saqlanib turibdi. Bugun biz sharq tabobatining bilimdonlaridan biri, Hazorasiblik mashhur tabib, xalq orasida siniqchi nomi bilan mashhur bo'lgan Bozorboy aka xonadonida o'tiribmiz. Bozorboy aka faqatgina siniqchi bo'lmasdan o'zining shu tafakkurini ishga solib, o'qib o'rganib, hozirgi kunda turli muolajalarini amalga oshirib kelmoqdalar. Mana biz bu kishining kitoblari bilan ko'rib tanishdik. Mana bu kitob Xorazmlik mashhur tarixchi olim hamda davlat arbobi Abulg'ozi Bahodirxonning Manofiul Inson, ya'ni insonga manfaati tegadigan narsalar nomli asari. Bozorboy aka, mana shu asardan siz ko'pincha foydalanib tursangiz kerak. Shu haqda qisqachagina hikoya qilib bersangiz. Kitobda ko'p kasalliklar, odamning kasal bo'lishliklari, uning sabablari, uni davolash yo'llari bor bu kitobda. Shuning kerak yerlaridan har bir kasalga qarab, shundan foydalanamiz. Va shu qanday dorilar, qanday o'tlardan dori ishlash kerak, shu reseptlarni ko'pincha shu kitoblardan foydalanamiz. Bizning Xorazm zamini juda qadimdan giyohlarga boy bo'lgan zamin hisoblanadi, tabarruk zamin. Mana shu yerda, ayniqsa Qoraqum sahrosida, uning atroflarida juda shifobaxsh giyohlar qadimdan ma'lum bo'lgan. Afsuski, ular hozirgi kunda yo'qolib boryapti. Ana shu giyohlar haqida ham qisqacha hikoya qilib bersangiz. Hozir bizlar o'z sezin vaqtlarında shu may oylarida shu qumlarga, dağlarga chiqib, shu o'zimizning kitoblardan aytilgan dorilarni bir 30 xil dorini şeyden topib olamiz. Bu onsat kasalni tez davolaydigan o'tlar ko'p. Lekin de shu ko'pchilik o'tlar faqat mening bir o'zim shu alaman shu yil olgan yerimdan bir odam kelasi yil kavlamaydi. Demek shu o'tlarni biladigan odamlar yo'q, kam. Shuning uchun men har yili o'zimga yetarli shu kasallarga shifo bo'ladigan o'tlarni shundan tayyorlayman. Zag'atib ketib shundan tayyorlanib. Endi bu kasbi 46-yilda boshladik. Shundan beri ishlab kelyapmiz. Har xil kasalliklar bo'lsin, siniq bo'lsin, shikastlangan, zararlangan odamlar bo'lmadi shungadan. Siniqdan mayib bo'lgan kishilar bo'lmadi. Ish kasalliklar, teri kasalliklardan yaxshi bo'lganlar bor, lekin yomon bo'lganlar yo'q. Hali shungadan bo'lmadi. Mana biz hozir sizning xonadoningizga kirib kelganimizda turli
tomonlardan kelgan odamlarni uchratdik. Bu yerda qo'li oyog'i sinib kelganlar, chiqib kelganlar, shuningdek boshqa kasalliklarga duchor bo'lib, shu sizdan shifo izlab kelgan odamlarni ko'rdik. Haqiqatan ham bularni ko'rib biz mana shu xalq tabobatiga bo'lgan e'tiborni ko'rgandan keyin juda xursand bo'lib ketdik. Endi mana shu siz ko'pincha aytib berdingiz, Xorazmda shu jenshin o'rnini bosadigan giyoh bor deb, ana shu giyoh haqidan bir so'zlab bersangiz. Giyoh hakkında söylesek, bu inişi giyoh şu, inişi jinsin hakkında. Bunu teyip kitaplarda çıkmaya dedi. Özümüzde inişi boyan damarı dedi bunu. Bu şunun keserlerini davalaydı bu. Her türlü usullarla çıkmaya. Kaynatması börek, kavuk, aşkazan, öpke, 12 parmak yarasını, organizmini yaşartırış, kuvvet var, kuvvet veredi. Kotor, kıçıma, keserliklerini davalaşta işleş tertipleri var. Mesela 200 gram su, 10 gram meydelengen damar salıp, bu keserlikler davalanadı. Şimdi bu 3-4 kil kesel attık, her bir keserliğe alayda özünün norması var, işleş tertibi var. İçiriş gerek, sürtüş gerek, yani şimdi daha tayarlanadı. Şimdi zıgır diyen uğruğumuz var. Bula yok olup gitti. Zıgır ne? Şu bankadakine zıgır diyen nasıl? Özümüzde gösteriledirken nerse. Uruğu mu nima bu? Uruğu şu. İşte tayarlanıp durdu da sel gene de yıracak olar. Zıgır dedi. Bu qayerda o'sadi bu? Bu işi yerlerde yegedi, ekseniz hem yerde geçer aradan ekim olan. Yok, özü dekançılık bulup ekiledi. Ama ekin ekilediğinden suvalaydığı yerlerde ekiledi. Hasiyetleri bu zıgır urugu asma, aşkazan, iç ketiş, beçadandan işekte börek, kavuk keserliklerin içini kaynatıp suyuna düşürlüydü ayrım keserliklerden. Şifa bakış ösümlükler. Aşı bu zıgır urugudan tayarlanan kaynatma, aşkazan, gastrit, aşkazan yarasına mı devam ediyor? Şimdi hususiyetleri katta. Mana azık vakti hiç kim ekmeydi. Mana işledirgan indi kadim vaktlarında yedirgan yağ için ekkerler. Künçü, zıgır dedi bunu. Mana şunun için azık vakti hiç kim ekmeydi, bunun dar ekenini hiç kim bilmeydi bunu. Demek şu sizin fikirlerinizden ben shunday xulosa chiqaryapmanki, mana shu yo'qolib borayotgan dorivar o'simliklarni o'stirsak, nimaga moslashtirib, bularni xonakilashtirib, masalan mana Pitnakdami yo boshqa joylarda bir maxsus nimalar qilib, o'ziga xos bir daralar qilib, shifobaxsh haligi o'simliklarni o'stirib, giyohlarni o'stiradigan bir joylar qilib ekilsa, hech qanday zarar qilmasa kerak menimcha shu. Elə şeylə bir adli bir yedirgan bir narsa bu bir. Onu bir zararlı narsa emas, ya bir başqa tomonlama emas. Qana shunchalik kasallik bir o'zi qancha kasalliklar davolaydi. Lekin davolab o'tiribmiz, ishonchimiz bor. Ha, shu 20-30 yil bo'ldi. Barasi hayotib ichadi, oshqozonni bitiradi, davolanadi. Haqiqatan ham mana siz xalq arasida juda hozirgi vaqtda hurmatga sazovor insonsiz, lekin bir vaqtlari bizning ham xabarimiz bor, sizlarni ta'qib qilish, chegaralab cheklab qo'yish, undan keyin turli kimyoviy dori darmonlarga ruju qilish hollari ham bo'lgan edi. Hozirgi vaqtda butun dunyoda, jumladan bizning jumhuriyatimizda, viloyatimizda ham xalq tabobatiga murojaat qilish keyingi davrlarda juda kuchayib boryapti. Shuni inobatga olib siz shogirdlar tayyorlash borasida qanday ishlarni qilyapsiz? Şehirler tayyorlashda endi o'zimiz qarib bir nima chiqqandan keyin o'zimizning bolalardan ikkisini tayyorladik. Biri siniqa, birisi dori darmonda. Hozir undan boshqa 5 ta shehirimiz bor. Shuni birisi Tashavuzda, birisi Xivada.
Birisi Hazarist'ta, birisi yine Pitnek'te özümüzde şimdi. Birisi de bir de Gazaşak, Türkmenistan'da. Şu 5 meydandan 5 şehirdimiz var, özümüzün var. Juda yaxshi. Endi Bozorboy aka mana shu Hazarasi, Pitna, Karvak juda tabiblar makoni bo'lgan. Ana shu mashhur tabiblardan ba'zilari haqida bir ikki og'iz aytib bering. Endi burada eng şu hazır hiç bir kasallik başarılmaydigan rak kasalliklarini davolagan kishilar Pitnekda, Karvakda bo'lgan. Genci Maksum degan kishi bo'lgan. Bu kishilar hatto shu oddiy usul bilan appendisit davolaganlar. Özünü kör içeki davalarlar. Şunu davalanan kişiler bilen özüm gaplashganman, yaqinlarda qaytish bo'ldi. 70'ler, 80'lerden ötüp. Ondan keyin bir de Pitnekdagi kishi Matmurat Isoyev degan kishi edi. Şu ağızları egreyip, çekkeleri bürüşüp, bunları oturuşup kalkan kişiler hazırın bir yarısı var. Şular yel yaradıp hazırrak yara dedi. Spid ham shunga o'xshagan kasallikda hozirgi vaqtda mashhur bo'lib borayotgan spid, yel kasalligiga o'xshaydi. Şu kişiler fakat ot bilengine davalaydı. Şu otları kaynatıp berededi, içeri dedi. Yine engineler davalagandan hazır şu özümüzün üyde var. 37 yıl oldu, bir mertebe kozgayı. Engineni bir davala vergende bir ot bilen davaladı şunu. Şu kişiler, ular dendi, vakları zaman bitti onu talep kılmadı. Bu kişiler kitap kaldırmadı, şehir çıkarmadı, şunun bilen özü bilen ketip kaldı. Bu narsaları davalayıran kişiler. Hakikaten ham mana demak sizning fikringizdan men shuni ilg'ab olayapmanki, vaqt g'animat ekan. Mana hayot o'tayapti. Tabiat sizlarni, masalan, bizni ham hech tutqazib qo'ygan emas. Hammamiz bu tug'ilish, o'lish insonning boshida bor narsa. Shuning uchun hozir imkoniyat bor ekan. Mana yoshlarimiz mana shu ishga ixlos qo'ygan narsalar shu sizlarning hozirgi vaqtda tirikligingizni g'animat bilib o'rgansalar juda yaxshi bo'ladi. Shunday emasmi? Albatta, shunday yaxshi bo'ladi. Yana bir dağlarda özümüzde köp xil otlar var. Dum köp otlar var. Endi bir 3 yıl oldu yine açıkçılık oldu. Bundan beri endi sınık bilen bir mayıp boğup kalmasında sınıka köpünçe darı dermanlarga unçalan etmedik. Ama bitti talep kılmadı da o zaman. Endi hazır bir 3 yıl oldu alıp durtmaz ana kan deperden alana kan. Mesela devliğine kesinliklerini davalaydıran otların özümüzün işi dağlarımızda Sultan Sencer dağlarında köp. Ama adli narsa çay kılıp içeride yaxşı ot ketar edi. Devliğine kesinlikleri için. Hozir biz mana sizni bir o'ziga xos laboratoriyangizni ko'rib juda xursand bo'ldik. Bu yerda har xil dorilar mavjud ekan. Shuningdek, hozirgi vaqtda bizni tibbiyotda qo'llaniladigan dori-darmonlardan ham qo'llanar ekansiz. Mana bu yerda biz ko'ryapmiz. Haligi aytganingiz shumi? Qon-depar dedingizmi uni? Qaysi kasallikka davo dedingiz? Devliğine kesinliklerini, kan basım kesinliklerini davalaydı. Şimdi çay damlab içedi, kanı yuvib yaxshilab yuboradi. Demak, mana shu hamma kasalning iloji bor ekanda. Shu haligi Luqmoni Hakim deymiz. Luqmoni Hakim aytgan hamma giyohlar mana shu bizning Tabarruk, Xorazm yerlarida, xususan Hazarasda, mana Pitnak qirlarida, keyin mana Sulton Sanjar tog'larida, bu yog'i mana Qumda hammasi o'sib yotibdi. Fakat shularni bilib, qaysi nimaga davo ekanligini biz aniqlab ishlatishimiz kerak, shundaymi? Biz buni bir şu tip kitabında bir gördüm. 300 kilo ot var ekan özümüzün Xorazmda. Şifa bakış 300 kilo ot. Mesela yan takım şuna keredi, başka şuna o'xshagan otlar ham eng katta şifası katta ekan. Shundan hozir mening o'zim 36 kiloni ishlataman. 36 kilini bilamiz. Kumlardan alamız, dağlardan alamız. Hammasi şu evveli kadimi işlenip ming yıllardan beri halk arasında peydalanıp yadırgan dorilar. Kolumuzda resiplerimiz var, kolumuzda iş anadığın kitaplarımız var, işleyiş tertipleri var, resipler var. Şundan ziyadeti iş kılmamız şu halkı davalaş için. Şu 46. yıldan beri hali hareket kılıp yadırmız. Indi karıdık şehirlerimiz yaman emez. Bütçesi işlep durdu. Özümüzde şu yaşap durgan oblusumuzda, rayonumuzda şunun yerlerde darını bilediren kişilerde her türlü tanısa şular eğer okuyduğun imkaniyetler olsa yaşma, karnıma ularga görsetse
Endi bizlar ham qarib tamom bo'lib qo'yatimiz, o'zimiz bilan qolib ketishi mumkin. Mana masalan şehitlerimiz endi 5-4 sarkaçta her yerde. Eğer şimdi meningdan borki, eğer şu o't dorilarni şu may aylarında kim şunu o'rganaman, bana ko'rsating dedirgan bo'lsa, men şunun xizmatida tayyorman ammo. Bu xalqimizning bir katta xizmati bo'lib hisoblanadi. Rahmat. Haqiqatan ham to'g'ri aytasiz. Mana shu sohaga qiziqadigan yoshlar, yoshi kattaroq bo'lsa ham siz oldingizga maslahat so'rab kelsa, demak siz hamisha tayyorsiz bularga. Şuna tayyorman, şuna yardım beraman, şu o'tlarni ko'rsataman, ishlash tartiblarini o'rgataman. Eğer şu ne qilsa, bu albatta xalqimizga xizmat bo'ladi. Xalqimizning kasalligini yengish uchun bir katta bir hissa qo'shgan bo'lamiz. Rahmat sizga mana shu xalqimizning sog' salomatligi yo'lida qilayotgan ishlaringizga katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hamisha sog' omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim mana shu xalqqa qilayotgan xizmatingiz sizga Tangri taoladan qaytsin deymiz. Mana biz hozir Bazirgan qadamjoqsida turibmiz. Siz ko'rib turgan ushbu maqbara keyinchalik avlodlar tomonidan barpo etilgan bo'lib, bu yerda qadimda Bazirganning qabri joylashgan. Bazirgan bu tarixiy shaxs bo'lib, bu sizga Go'ro'g'li dostonlaridan ma'lum. Bu Go'ro'g'li bilan kurash tushgan, Xorazmda juda mashhur bo'lgan shaxs hisoblanadi. Endi bu yerning joylashishi ham juda g'alati. Amudaryoning bo'yiga joylashgan. Amudaryo ushbu yerga kelganida burilib oqib, o'ziga yarasha bir chiroyli port shahrini barpo qilgan. Bu savdo sotiq qilish uchun, boshqa mamlakatlarga borish uchun juda qulay joy bo'lgan. Shuning uchun ham qadimda bu shaharning shuhrati butun Sharq mamlakatlarida mashhur bo'lgan. Hozirgi vaqtda bu shaharning ko'pchilik qoldiqlari suv ostida qolib ketgan. Bu yerda asosan turkmanlar yashagan bo'lib, O'g'uz qabilalarining avlodlari Mashkli, Bazirgan obalari bo'lar edi. Hozirgi vaqtda bu obalar suv tagida qolib ketgan. Bu yerning aholisi Qoraqalpog'iston Jumhuriyatidagi To'rtko'l nahiyasining Lili yo'li jamoat xo'jaligiga ko'chirilgan. Ular hozir o'sha yerda istiqomat qilishyapti. Hozirgi kunda bu yerda Bazirgan shifoxonasi tashkil qilingan. Uning yanida bolalar uchun oramgoh, yozgi dam olish joyi tashkil qilingan. Shuningdek, yana bolalar uchun shifoxona tashkil qilinmoqda. Bazirgan sanatoriyasi 1988-yilda iyun oyida Tiyamo'yin dargalarining Duxanining asosida mana shu Bazirgan massivida tashkil etilib, hozirgi kungacha Bazirgan sanatoriyamizda jami 5000 ga yaqin Xorazm vohasining ishchi, dekorlari, xizmatchilari o'zining hordiqini chiqarib, o'zlarining dardiga shifo topib ketdilar. Bazirgan sanatoriyasi mana ko'rib turganlaringizdek eng bir havosi toza, kislorodga boy, qadimiy Xorazm vohasining darvozasi bo'lmuş Sulton Sanjar atrofi hamda Bazirgan massivi nimasida joylashgan. Mana hammangizga ma'lum Amudaryoning burilib oqqan joyi hisoblanadi bu Bazirgan sanatoriyasining atrofi. Mana ko'rib turganlaringizdek sanatoriyamiz juda bir shifobaxsh hamda shu o'zining atrofidagi daraxtlari bilan, o'zining atrofidagi tabiatni yaratgan şu o'simlik hamda qumloq nimalari bilan shu butun vohamizga ma'lum sanatoriya hisoblanadi.
sanatoriyamizda ko'pincha mana shu bizga shu shifo izlab kelganlar hamda shu sanatoriyamiz shu nima bilan jihozlangan bel og'riq, oyoq og'riq, qo'l og'riq hamda bag'ir, yurak qon tomir kasalliklari, nafas yo'li kasalliklari, buyrak kasalliklari, oshqozon, bag'ir, o't yo'li kasalliklari bilan davolanish imkoniyatimiz bor. Biz mana shu balchiqani loy olib kelamiz. Bu loyning tarkibi juda kimyoviy tarkibi juda yaxshi bo'lgani munosabati bilan biz Semashka nomidagi institut kurotologiyada tekshirtirib olganmiz. Juda bu shifo beruvchi loy hisoblanadi. Shu bilan birgalikda mineral suvimiz ham shu o'zimizning Xorazm vohasining mana shu Ojibuloq, Sulton Sanjar atrofidan chiqqan suvdan buloqdan olib kelinadi. Bular tarkibi jihatdan mana shu Toshkentdagi mineral Tashminvod sanatoriyasi hamda Chartak, mana bu Mollaqara, shunga o'xshagan Buxorodagi sanatoriyalar suvlaridan qolishmaydi. Endi bizda asosan ko'pchiligi biz o'zimizning va shu sanatoriyamiz atrofida qadimiy Xorazm vohasida yetilib chiqqan shu o'zimizning shifobaxsh dorivor o'tlarimizdan foydalanib mana shu da fitobollar tashkil qilganmiz. Shu choylar damlab, dimlamalar damlab mana shu oshqozon, bag'ir kasallik, buyrak kasalliklari o'zimizning mana shu dorivor o'tlarimizdan ishlatamiz. Bizning sanatoriyamizga nafaqat O'zbekiston Jumhuriyatining Xorazm viloyatidan, qolaversa mana Turkmaniston Jumhuriyatining Charja viloyati hamda Tashavvuz viloyatlaridan kelib o'zining dam olish hamda davolash istagini bildirib turibdilar, ham davolanib ketib turibdilar. Shu bilan birgalikda mana biz 3 ta qardosh jumhuriyatlar nimasida joylashgan bu Bazirgan sanatoriyasi bir tomonimizdan Qoraqalpog'iston, bir tomonimizdan mana Turkmaniston Jumhuriyati, bir tomonimizdan mana o'zimizning Xorazmning darvozasi hisoblangan Sulton Sanjar etagida turibmiz. Shuning uchun sanatoriyamiz kelajakda mana ko'rib turibsizlar, kislorodga boy, ajoyib bir yaxshi maskanda joylashgan. Sanatoriyamizga marhamat qiling deymiz, kelinglar, davolaninglar deymiz. Rahmat. Xorazmni suv bilan ta'minlovchi Toshsaqa to'g'oni ham Hazarasdadir. To'g'on haqida Hazaras rayoni ijroiya komiteti raisining o'rinbosari Qurbonboy Qurbonniyazov shularni gapirib berdi. Mana shu siz ko'rib turganingiz Polvon kanalining bosh suv inshooti Toshsaqa inshooti hisoblanadi. Ma'lumki, qadimdan Xorazmliklar asosan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan. Shuning uchun Amudaryo, ulardan chiqqan kanallar Xorazm xalqi taqdirida juda katta rol o'ynagan. Mana shu oldin ham xon zamonlarida ham qadim zamonlarda ham Polvon kanali xuddi mana shu yerdan suv olgan. Bu yerda tabiiy daryoning tabiiy o'zani mana shu yerda suv olishni juda to'g'ri deb ota bobolarimiz shuni ma'qul ko'rib mana shu yerdan kanal olganlar. Lekin mana bu Sovet zamoniga kelgandan keyin 1937-yillarda, 37-38-yillarda bu kanalga inshoot qurish, suv inshooti qurish boshlangan va 38-yili, ya'ni Ulug' Vatan urushidan oldin ishga tushirilgan. Buning yanida yana undan keyin 60-yillarda qurib ishga tushirilgan yana bir narigi tomonda inshoot bor. Ular ikkalasi ham qo'shilib mana shu Polvon kanaliga, ya'ni butun Xorazmni suv bilan ta'minlaydigan Xorazmning eng katta kanali bo'lgan Polvon kanaliga suv berib kelgan. Biroq bugungi kunga kelib Xorazmda ichimlik suvi yetishmovchiligi keskin muammoga aylanib qoldi. Bu esa o'z navbatda boshqa, ayniqsa sog'liqni saqlash sohasida yangi muammolarni tug'dirdi. Bu borada nimalar qilindi va nimalar qilmoq kerak? Shu savollarga Hazarasp rayoni sanepidstansiyasining bosh vrachi Ataboy Boboyev tubandagicha javob berdi. Keyingi yillar davomida hammaga ma'lum bu sir emas, ekologik vaziyat keskin yomonlashib ketdi. Buning asosiy dalolatlaridan biri keyingi yillar davomida meditsina xodimlari tomonidan o'tkazilgan dispanserlik ko'rsatkichlari 80% xalqimizning kasal deb topildi. Buning asosiy kelib chiqish sabablaridan biri
Hammaga ma'lumki, bu hech sir emas. Mana shu yerosti suvlarining ko'tarilib ketish natijasida hamma manzarali mevali daraxtlarimiz qurib ketdi. Mana bizga ma'lumki, mana shu havodagi kislorodni filtr sifatida tozalab beruvchi juda katta guzum daraxtlari bor edi. Qadara olmalari bor edi, vitaminga boy. Mana shu keyingi 90-91-yillarga kelib butunlay yerosti suvining ko'tarilishi natijasida qurib tugab bo'ldi. Bundan tashqari, buning asosiy sabablaridan biri mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlariga, poliz, qovun, tarvuzlarga keyingi yillar davomida mineral ozuqalarni ko'p miqdorda berishi natijasida oshqozon ichak kasalliklari, shunga o'xshagan boshqa turdagi kasalliklar kelib chiqishga olib kelmoqda. Buning natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalar o'rtasida keyingi yillar davomida o'lish ko'rsatkichi juda yuqori ko'rsatkichlarga egadir. Buni yaxshilash uchun hammamizga ma'lumki, mana shu kolxozlararo vodoprovod tarmoqlarini tezroq qurib tugatsak, mana shu yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar keskin kamayadi. Hozir mana ichimlik suvlarining tarkibidagi tuzning miqdori 2,5-3 barobar ko'tarilib ketdi. Oldin esa 0,5-1% tashkil qilar edi.